Ota bu dunyoga kelishingga sababchi inson. Ota bu seni erkalatib, hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazgan inson. Ota bu tuganmas, bitmas davlat. Ota bu mer, himoya va ilk panoh bo'lgan inson. Ota bu yiqilsang suyaydigan mustahkam qoya bo'lgan inson. Ota bu hayotinni oftobning taftidan asraydigan soya bo'lgan inson. Ota bu shonadoning poydevori, rozgo'ringga baraka oliq qilgan inson. Ota bu g'ururing, ortingdagi suyanch tog' bo'lgan inson. Ota bu har qanday vaziyatda ham tik turib, oilasi uchun kurasha oladigan yagona inson. Ota bu o'zi och qolsa ham farzandini toq qilgan inson. Ota bu sen kasal bo'lsang o'z dardini unutgan inson. Ota bu yuzidagi ajinlari umr bo'yi qilgan mehnatidan nishon bo'lgan inson. Ota bu tunda uxlamay sening baxtingni o'ylagan inson. Ota bu muvaffaqiyatingdan sendan ham ko'proq quvongan inson. Ota bu omadsizlikda ham senga umid bergan inson. Ota bu gapirmasa ham ko'zlaridan hammasi bilinadigan inson. Ota bu hayot maktabidagi eng buyuk ustoz bo'lgan inson. Ota bu birgina rahmat. Ota degan so'zingni eshitib, umr bo'yi qilgan mehnatini unutadigan inson. Ota bu yo'qolsa, o'rnini na boylik, na dunyodagi hech kim bo'lsa olmaydigan inson.